masala. 40 gram un foizli to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 2 marta kamaygan bo'lsa, ajralgan cho'kma massasini aniqlang. Xo'p. Dastlab emishtirib 40 gram bo'lgan. Xo'p, S% un foizli. Demak, tuzli massasi 40 ning 10% 4 gram bo'lib qolgan. To'yingan eritma suv bug'lanish natijasida eritma massasi 2 marta kamaygan bo'lsa, emishtirib 40 edi, 2 marta kamaysa 20 gram bo'lib qolgan. Xo'p. Endi shu joyda bir narsani aytib ketaman. Bir xil temperaturada, masalan, X temperaturada eruvchanlik Y gram bo'lsa, temperatura const deb qo'yilgan. Temperatura o'zgarmasa, mana bu tuzni har qanday to'yingan eritmasida foiz konsentratsiya teng bo'ladi. Masalan, bitta to'yingan eritmasi A gram bo'lsa-yu, ikkinchi to'yingan eritmasi B gram bo'lsa, ikkalasini ichidagi foiz konsentratsiya teng, bir xil foiz konsentratsiya bo'ladi. Chunki 100 gram suvga nisbatan doim temperatura bir xil bo'lgani uchun tuzli erishi Y gramga nisbatda bo'laveradi, 100 ga Y nisbatda yoki 100 ga nechidir son nisbatda. Shu sababli temperatura o'zgarmasa va to'yingan eritmani massasi o'zgarib ketaversa, uni ichidagi foiz konsentratsiya o'zgarmas ekan. Endi mana bu masaladan shundan foydalanamiz. Dastlabki mana temperatura const, dastlabki eritma 10%. Demak, qolgan eritmamiz ham 10% bo'lgan. Demak, qolgan eritmamizdagi tuzli massasi 20 ning 10% 2 gram bo'lgan. Demak, tuzli massasi 4 dan 2 gramga kamayibdi. Qancha cho'kma tushgan? 4 dan 2 ni aytalasak, 2 gram tuz cho'kmaga tushgan ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. 2. Masala. 80 gram 10% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 30 gramga kamaygan bo'lsa, ajralgan cho'kma massasini aniqlang. Xo'p, bu ham birinchi masalaga juda o'xshash, faqat 2 marta emas, 30 gramga kamaydi deyapti. Emishtirib. Xo'p, 80 gram foiz konsentratsiya 10%. Demak, erigan tuz massasi 80 dan 10% 8 gram. Xo'p, emishtirigimiz 30 gramga kamayapti. Demak, 80 dan 30 ga kamaytirsak, 80 dan 30 ga ayirsak 50 gram bo'lib qolgan. Temperatura o'zgarmasi bo'lgani uchun foiz konsentratsiya bir xil 10%. Demak, erigan modda massasi 50 dan 10% 5 gram bo'lgan tuz. 8 dan 5 gramga o'tgan bo'lsa, qancha kamayish? 8 dan 5 ni ayirib bersam, 3 gram tuz cho'kmaga tushgan ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. Xo'p, 3. Masala. 600 gram 40% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 3 marta kamaygan bo'lsa, bug'langan suv massasini hisoblang. Demak, emishtirib 600 gram foiz konsentratsiya 40%. Dastlabki eritmada suv qancha? 600 40%, xo'p, 240 gram tuz bo'lgan. Demak, 600 dan 240 ni ayirib bersam, 360 gram, demak, suv bo'lgan dastlab. Xo'p, suv bug'langandan so'ng eritma massasi 3 marta kamaydi. Demak, emishtirigimiz 603 ga bo'lsam 200 gram bo'lib qolgan. Nega 603 ga bo'ldim? Chunki 3 marta kamaydigan. Foiz konsentratsiya o'zgarmagan, 40%, chunki temperatura const. Xo'p, demak, erigan tuz massasi qancha? 240% 80 gram chiqarkan. Demak, suv massasi qancha? 200 dan 80 dersam 120 gram suv qolgan. Bizga bug'langan suvni so'ragan. Dastlab 360 edi suv, keyin 120 qolyapti. Qancha chiqib ketdi? 360 dan ayirsam 120 ni 240 gram suv bug'lanib ketgan ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. Xo'p, 4. Masala. 500 gram 10% to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 100 gramga kamaygan bo'lsa, bug'langan suv massasini
Hop, hisoblang. Temperatura o'zgarmas. Demak, M' 500 gram, 500 foiz konsentratsiyasi 10%. Demak, erigan tuz massasi 510% 50 gram bo'lgan. Dastlab suv massasi 500 dan tuzni 50 gini ayırsam 450 gram suv bo'lgan demak. M' ma'lum suv bog'langan so'ng, suv chiqqandan keyin 100 gramga kamaygan bo'lsa, demak 400 bo'lib qolgan. M' 500 dan 100 ayirdim. Xo'p, foiz konsentratsiya o'zgarmaydi dedik. 10%. Demak, dastlabki keyingi eritmada tuz 410 40 gram bo'lgan. Suv esa 40 dan 400 ayırsam 360 gram suv bo'lib qolgan. Demak, qancha suv chiqib ketdi? 450 edi dastlab, oxirida 360 qoldi. Demak, kamayish 90 gramga ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. Xo'p, 5-birinchi-masala. %10 to'yingan eritmadan suv bog'lanishi natijasida eritma massasi 4 marta kamayib, 15 gram cho'kma ajralgan bo'lsa, dastlabki eritma massasini aniqlang. Xo'p, M' dastlab o'zimga mos raqam tanlab olaman. 4 marta kamaygan 10% dan foydalanaman. Hop, 40x tanlab olaman. M' dastlab. Shunda foiz konsentratsiyamiz 10% bo'lgan bo'lsa, erigan tuz massasi 40x ni 10%, hop 4x bo'ladi. Hop, keyin eritma massasi 4 marta kamayibdi. Demak, M' teng 40x edi. 4 marta kamaysa 4 ga bo'lsam 10x bo'lib qolgan. Foiz konsentratsiya esa temperatura o'zgarmas, hali ham 10%. 10x ni 10% erigan tuzimiz, demak 10x 10% x gram bo'ladi. Demak, tuzimiz dastlab 4x edi. Undan keyin x qolibdi. Demak, qancha kamaygan? 3x ga kamaygan. Ana shu kamayishi 15 gram cho'kma ekan. Demak, 3x teng 15. X teng 15 ga bo'lsam 5. Demak, dastlabki eritma massasi qancha bo'lgan? Dastlab 40x edi. Demak, bu 40 ko'paygan 5 barobar 200 gram bo'lgan ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. Hop, 6-birinchi-masala. $300 gram to'yingan eritmadan suv bog'lanishi natijasida eritma massasi 6 marta kamayib, 25 gram cho'kma ajralgan bo'lsa, dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang. Hop, hisoblaymiz. M' 300 gram. Hop, kamayganda M' 6 marta kamayibdi. Demak, 300 edi. 300'imiz hop 6 marta kamaysa 50 gram bo'lib qolgan. 306 ga bo'lamiz. 50 dan tushadi. Hop, kamayish qancha M''lar? 300 edi, 50 gram bo'lib qoldi. Demak, 250 gram kamaydi. Mana shu 250 gramni ichida ham suv bor, ham tuz bor. Ana shuni ichidagi tuzimiz massasi 25 gram ekan. Mana shuni ichida 25 gram tuz bor ekan. Hop, endi mana shu cho'kmani o'zidan ham foiz konsentratsiyasini aniqlab qo'yursak bo'ladi. Chunki mana bu 300 gram to'yingan eritmaydi, 50 gram to'yingan eritmaga o'tdi. Ichidan tushgan mana 300 gram to'yingan eritmadan cho'kma tushyapti. Uni bilan hop dastlab to'yingan eritma bilan mana bu yerda chiqib ketgan 250 gram eritmaning ichida ham hop foiz konsentratsiya bir xil bo'ladi.
Bunga sabab shu temperatura o'zgarmasligi. Demak, foiz konsentratsiya qancha bo'lgan? 25 ni 250 ga bo'lsam, ko'paytirsam 100 ga 10% eritma bo'lgan ekan demak. Demak, dastlab ham 10% eritma bo'lgan, oxirida ham 10% eritma bo'lgan. Cho'kmaga tushgan yoki eritmadan chiqqan eritmada ham 10% bo'lgan. Demak, to'g'ri javob A variant. 7-birinchi masala. 250 gram to'yingan eritmadan suv bug'lanishi natijasida eritma massasi 100 gram bo'ldi. Bunda 15 gram cho'kma ajralgan bo'lsa, dastlabki eritma konsentratsiyasini aniqlang. Hop, 6-birinchi savolga o'xshar ekan. Faqat marta kamayish emas, gramga bergan kamayish. Demak, m shtriximiz 250 gram, keyinchalik 100 gram bo'lib qoldi. Demak, kamayish qancha? 250 dan ayirsam 100 ni 150 gramga eritma kamaygan va shuni tarkibida 15 gram tuz bo'lgan ekan. Demak, foiz konsentratsiyasini topish uchun 15 ni 150 ga bo'lamiz va 100 ga ko'paytiramiz. Hop, 10% degan javob chiqar ekan. Demak, dastlab eritmamiz ham 10% bo'lgan, oxirgi eritmamiz ham 10% bo'lgan. To'g'ri javob A variant. Hop, 8-birinchi masala. 15% tuz eritmasidan 9 gram suv bug'lanishi natijasida to'yingan eritma hosil bo'ldi. Bunda eritma massasi 2 marta kamaydi. Cho'kmaga tushgan tuz massasini aniqlang. Hop, buni bilishimiz mumkin. 15% eritmamiz to'yingan eritma bo'lmagan. Hop, dastlab qanchadir eritma bo'lgan, keyin mana bu hosil bo'lgan eritmada eruvchanlik 25 ekan. Demak, hosil bo'lgan eritmadagi foiz konsentratsiyasini topib olsam bo'ladi. Hop, eruvchanlik 25 bo'lganda 100 gram suvda 25 gram tuz erisa, to'yingan eritma hosil bo'ladi. 125 gram. Ana shu to'yingan eritmada foiz konsentratsiyasi qanday bo'ladi? 25 ni bo'laman 125 ga, ko'paytiraman 100 ga. Hop, 20% degan javob chiqar ekan. Demak, mana bu yerda hosil bo'lgan eritmam 20% bo'lgan. Dastlabki eritmam esa 15% bo'lgan. Hop, endi dastlabki m shtrixga birorta massa tanlab olsak. Masalan, osoni 100x tanlab olamiz. 15% bo'lgan. Demak, dastlab tuz massasi qancha bo'lgan? Foiz konsentratsiya tuz massasi 100 ni 15% 15x bo'lgan. Keyin hop, eritma massasi 2 marta kamaygan bo'lsa 50x bo'lib qolgan. Bu yerda tuz massasi qancha bo'lgan? 50 da 20%, hop, 10x bo'ladi. Dastlabki eritmada suv massasi qancha bo'lgan? Tuz 15x bo'lsa, suv hop 15. 100x dan 15x ayrsam 85x gram suv bo'lgan. Keyingi eritmadachi suv massasi 50x dan 10x ayirsam 40x suv bo'lib qolgan. Demak, suvning kamayishi qancha? 85x dan 40x qolyapti. Kamayish 45x gramga. Bizda suvning massasini qancha degan? Bizda suvning massasini 9 gram bug'landi degan. Demak, mana shu 45x nim 9 gram bug'langan suvga to'g'ri kelsa, x teng 9 taqsim 45 teng 1 taqsim 5 barobar 0,2 ga teng ekan. Endi cho'kmaga tushgan tuz massasi. Dastlab tuz 15x edi, keyin 10x bo'lib qoldi. 15x dan 10x qolgan bo'lsa, qancha tuz kamaygan? 5x kamaygan. X'imiz 1 taqsim 5, ya'ni 0,2 chiqdi. Demak, shu yerda x o'rniga 0,2 qo'yamiz. 5 ko'paygan 0,2 teng 1 degan javob chiqar ekan. Demak, cho'kmaga 5x, ya'ni 1 gram tuz tushgan. Demak, to'g'ri javob A variant. Hop, 9-ikkinchi masala. 10% tuz eritmasi bug'lanishi natijasida to'yingan eritma hosil bo'ldi. Bunda 1
gram tuz cho'kmaga tushdi va eritma massasi 4 marta kamaydi. Bug'langan suv massasini aniqlang. Demak, hosil bo'lgan eritmada eruvchanlik 25 ekan. Demak, hosil bo'lgan eritmani foiz konsentratsiyasini topamiz. S foiz teng 25 taqsim 25 plus 100 ko'paygan 100. Keyin 20% eritma bo'lib qolibdi. Demak, hosil bo'lgan eritmamiz 20%. Dastlabki eritmamiz 10%. Eritma 4 marta kamaygan ekan. Dastlabki M' demak, 40x deb tanlab olsam, 10% bo'lgan bo'lsa, dastlabki eritmada tuz massasi 4x bo'lgan. Hop, keyin eritmamiz 4 marta kamaygan bo'lsa, demak 10x bo'lib qolgan. U 20% bo'lsa, uni tarkibida tuz qancha? Hop, 10 da 20% 2x bo'lgan demak. Hop, endi qancha tuz cho'kmaga tushganini topamiz. Tuzimiz 4x edi, 2x bo'lib qoldi. Demak, kamayish 2x ga. Cho'kmaga tushgan tuz 1 gram ekan. Demak, 2x ham 1 gramga teng, x ham teng, demak 0,5 ga teng. Hop, x 0,5 ga teng bo'lgan bo'lsa, dastlabki eritmamiz demak 20 gram bo'lgan. Dastlabki eritmadagi tuz massasi 2 gram bo'lgan. 20 dan 2 ni ayirсам, dastlabki eritmada 18 gram suv bo'lgan. Hop, keyingi eritmam 10 da 0,5 ga ko'paysam 5 gram bo'lgan. Hop, 10 tarkibida tuz esa 2 ni 0,5 ga ko'paysam 1 gram bo'lgan. Demak, suv qancha bo'lgan? 5 dan 1 ni ayirсам 4 gram suv bo'lgan. Suv qancha bug'langan? 18 edi dastlab. Keyin 4 gram qoldi. Demak, 14 gram suv bug'lanib ketgan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Xo'p, 11-chi masala. To'yingan eritmadan 400 gram suv bug'lanishi natijasida 160 gram kristalogidrat cho'kmaga tushdi. Kristalogidrat tarkibidagi tuzning massa bo'lishini hisoblang deyapti. Demak, to'yingan eritma shart emas. Dastlabkisi ham oxirgisi ham kerak emas bizga. Bizga mana bu yerda eruvchanlik kerak. Demak, ayni haroratda eruvchanlik 25. Demak, dastlabki va hosil bo'lgan eritmalardagi foiz konsentratsiyasi qancha bo'lgan? Foiz konsentratsiyasi teng 25 taqsim 100 plus 25 ko'paygan 100. 20% bo'lgan ekan. Demak, dastlabki eritma ham 20%, oxirgi eritma ham 20% bo'lgan. Birinchi eritmadan ikkinchi eritmaga o'tganda jami kamayish qancha bo'lgan? 400 gram suv bug'langan, 160 gram kristalogidrat cho'kmaga tushgan. Jami 560 gramga mana bu eritma kamayyapti, 560 gramga. Demak, dastlabki eritma 20% mi? Kamaygan eritma ham 20% bo'ladi. Shunda 560 ham 100% bo'lsa, uni tarkibida 20% tuz bor. Hisoblaymiz shuni. Hop, 560 ni 20 ko'paytirib 100 ga bo'lsak, 112 gram dastlabki eritmada tuz bo'lgan ekan. Dastlabki 560 da 400 suv bo'lsa, 160 kristalogidrat bo'lsa, bizga kristalogidratni topyapti. Tuz ham aynan kristalogidrat tarkibida. Demak, kristalogidratdagi tuz massa bo'lishi, ya'ni foiz konsentratsiyasi teng 112 taqsim 160 ko'paygan 100 ga teng ekan. Hop, buni hisoblasak 70% degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D varianti. 11-chi masala. To'yingan eritmadan 400 gram suv bug'lanishi natijasida 160 gram kristalogidrat, 160 gram tarkibida 70% tuz saqlangan kristalogidrat cho'kmaga tushdi. Tuzning eruvchanligini aniqlang deyapti. Hop, M'1, M'2.
birinchi eritmadan ikkinchi eritmaga o'tayotganda jami kamayish 400 plus 160 teng 560 gram bo'lgan ekan. Shuni tarkibidagi mana bu kristallik gidrat tarkibida 70% tuz bor ekan. Demak 160 ni 100 gram desam, 100% desam 70% qancha? 112 gram chiqar ekan. Demak, buni tarkibida 112 gram tuz bo'lgan. Mana bu 400 suv, faqat suv. Mana bu kristallik gidrat tarkibida suv ham bor, tuz ham bor. Demak, 160 dan men 112 ni ayrsam, buni tarkibida qancha hop suv borligi kelib chiqadi. Hop, demak 160 dan 112 ni ayrsam 48 gram kristallik gidrat tarkibida suv bo'lgan ekan. Demak, endi hisoblaymiz. Jami chiqib ketgan 560 gram eritmani qanchasi suv? 400 suv edi, kristallik gidratda ham 48 gram suv bo'lsa, jami suvimiz 400 plus 48 gram teng 448 gram suv bo'lgan. Mana shu suvda tinch holatda, ya'ni ayni temperaturada erib turgan tuz massasi esa 112 gram bo'lgan ekan. Demak, 448 gram suvimiz 112 gram tuzni erita olsa, 100 gram suvimiz qancha tuzni erita oladi? Eruvchanlik kelib chiqadi birdan. Buni qisqartirsam 1, buni qisqartirsam 4. 100 ni 4 ga olsam 25 gram degan javob qolar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Hop, 12 birinchi masala. To'yingan eritmadan suv bug'lanish natijasida 160 gram tarkibida 70% tuz saqlagan kristallik gidrat cho'kmaga tushdi. Bug'langan suv massasini aniqlang. Hop, birinchi eritma, ikkinchi eritma. Cho'kmaga tushgan kristallik gidratimiz 160 gram. 100%. 70% qancha? 112 gram tuz, demak cho'kmaga tushgan. Hop, eruvchanlik 100 gram suvda berilgan bizda eruvchanlik 25 gram bo'lsa, shu 112 gram tuzni qancha suv eritib turgan? Hop, hisoblasak 400 gram suv chiqar ekan. Yo'q, 400 emas. 448 gram suv chiqar ekan. Demak, shu 448 gramdan 160 dan 112 ni ayrsam 48 grami kristallik gidrat tarkibida bo'lgan shu suvni bug'lanib ketgani qancha? 448 dan kristallik gidrat tarkibidagi suvni 48 dan ayirib bersam 400 gram suv bug'lanib ketgan demak. Hop, to'g'ri javob D varianti ekan. 13 birinchi masala. To'yingan eritmadan 400 gram suv bug'lanish natijasida 70% tuz saqlangan kristallik gidrat cho'kmaga tushdi. Kristallik gidrat massasini hisoblang deyapti. Hop, birinchi eritma, ikkinchi eritma. Hop, jami cho'kma kristallik gidrat massasini x gram olsam, keyin 400 gram suv yana chiqib ketgan eritmadan. Jami chiqib ketgan eritmaning to'liq massasi 400 plus x bo'lgan. Hop, 70% kristallik gidrat deyapti. Agar kristallik gidratni x gram oldim, shuni 100% olsam 70% qancha bo'ladi? 0,7x bo'ladi. Demak, 400 plus x gram to'yingan eritmada 0,7x gram tuz bo'ladigan bo'lsa, bizda eruvchanlik harorati 25 bergan. Hop, 100 ga 25 ni qo'shsam 125 gram to'yingan eritmada 25 gram tuz bo'ladi. Proporsiyon hisoblaymiz. 25 bilan 125 qisqaradi. Bu yerda 1 qoladi, bu yerda 5 qoladi. 1 ni 400 ga ko'paytsam 400 plus x teng 5 ni 0,7 ga ko'paytsam 3,5x. Bu x bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. 400 teng 3,5 dan x ni ayrsam 2,5x. X teng 400 ni 2,5 ga bo'lsam 160 gram degan son chiqar ekan.
Demak, to'g'ri javob B varianti. Xo'p, 14-birinchi masala. X gradusda A modda molyar massasi 40 gram taqsim mol eritmaning molyal konsentratsiyasini aniqlang. Eruvchanlik 20. Demak, X gradusda eruvchanlik 20 gram. Bu degani 100 gram suvda 20 gram modda eriydi. Men dastlabki eritmada 100 gram, ya'ni 0,1 kilogram erituvchi suv tanlab olsam, undagi tuzli massasi demak 20 gram bo'lar ekan. Molyal konsentratsiya uchun tuzni mol kerak menga. Uni molni topish uchun erigan 20 gramni uni molyar massasi 40 ga bo'lsam 0,5 mol erigan bo'lar ekan. Demak, molyal konsentratsiyani topish uchun erigan modda miqdori 0,5 molni erituvchini massasini kilogramga bo'laman. 0,1 kilogramga. 0,5 ni 0,1 ga bo'lsam 5 mol taqsim kilogram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D varianti. Xo'p, 15-birinchi masala. X gradusda A modda eritmasining molyal konsentratsiyasi 5 mol taqsim kilogram bo'lsa, A moddaning molyar massasini aniqlang. Demak, moddani molyal konsentratsiyasi 5 mol taqsim kilogram. Shu gradusda eruvchanligi 20. Ya'ni 100 gramda 20 gram eriydi. Xo'p. Agar men mayli. Shu yerda suvni massasini sal boshqacharoq ketaman. 14-1 ga o'xshab qolmasin. Shu yerda suvni massasini 1 kilogram suv deb olsam, 1 kilogram yoki 1000 gram suv deb olsam, hop, erigan modda miqdorini topish uchun N teng bo'ladi S molyal ko'paygan M, ya'ni erituvchining massasi kilogramda. Teng bo'ladi 5 ni ko'paytirsam 1 ga 5 mol demak, hop, modda erigan bo'ladi. Endi eruvchanlik 20. 1000 gram suvda qancha modda eriydi? 100 gramda 20 gram erisa, 1000 gramda 200 gram erir ekan. Demak, bu yerda erigan modda massasi 200 gram bo'lgan. Ana shu 200 grami qancha bo'lgan? N teng 5 mol bo'lgan ekan. Demak, 200 gramimiz 5 mol bo'lsa, molyar massani topish uchun 1 molga nisbatan topsak, 200 ni 5 ga bo'lsam 40 gram taqsim mol modda molyar massasi bo'lgan. Demak, to'g'ri javob A varianti. Mana bu yerda 1 kilogram yoki 1000 gram o'rniga 100 gram suv tanlab olsak ham to'g'ri javob chiqaverardi. Xohlagandek suv massasini tanlab olamiz. Xo'p, 16-birinchi masala. Tuzning 15 gradusdagi eruvchanligi 100 gram erituvchiga nisbatan metanolga nisbatan 8 gram va etanolga nisbatan 4 bo'lsa, 4 gram tuzni erita oladigan metanol massasiga teng massada olingan etanol qanday massadagi tuzni erita oladi? Demak, metanolni 100 grami 8 gram tuzni erita olar ekan. Bizdan so'rayapti 4 gram tuzni erita oladigan metanol. Demak, 4 gram metanol qancha tuzni erita oladi? 4 ni 100 ga ko'paytirib 8 ga bo'lsak 50 gram bo'lar ekan metanolimiz. Hop, ikkinchi eritmada metanolni massasiga teng bo'lgan etanol qancha tuzni erita oladi deyapti. Demak, metanol 50 bo'lsa, bu eritmada ham etanol ham 50 gram bo'lgan. Eruvchanlikka ko'ra 100 gram etanolim 4 gram tuzni eritsa, 50 gram qancha tuzni eritadi? 2 gram degan javob chiqar ekan proporsiyani ishlasak. Demak, to'g'ri javob B varianti. Xo'p, 17-birinchi masala. Tuzning 15 gradusdagi eruvchanligi metanolga nisbatan 8 va etilin glikolga nisbatan 16 bo'lsa, 54 gram metanolda to'yingan eritmaning bug'lanishi natijasida olingan tuzdan qanday massadagi etilin glikolda to'yingan eritma olish mumkin? Hop, tuzlarni nomini yozay, chunki organik o'tmaganlar ham bor. Metanol va etilin glikol eritmalar.
birinchi eritmada emshtriximiz to'ygan eritma 54 gramm ekan. Eruvchanlik 8 gramm ekan. Eruvchanlik bu 100 grammda eriydigan modda massasi. Agar 100 grammda 8 erib 108 gramm to'ygan eritma hosil qilsa va shuni tarkibida 8 gramm tuz bo'lsa, 54 gramm to'ygan eritmada qancha tuz bo'lgan? 54 8 ni ko'paytirib 108 ga bo'ladigan bo'lsak, 4 gramm tuz chiqar ekan. Demak, mana bu yerda tuzning massasi 4 gramm bo'lgan. Bizga aytyapti, shuncha metanolli to'ygan eritmani bug'lanish natijasida olingan tuzdan deyapti. Demak, agar 54 gramm to'ygan metanol eritmasini bug'latsam, oxirida 4 gramm tuz qolar ekan. Mana shu tuzdan qanday massadagi etilin glikolli to'ygan eritma olish mumkin? Demak, mana bu yoqqa ham shuncha tuz bo'lgan eritmada. 4 gramm tuz bo'lgan. Buni eruvchanligi esa 16 bo'lgan. Ya'ni 100 gramm etilin glikol 16 gramm tuz eritib, 116 gramm to'ygan eritma hosil qiladi va uni tarkibida 16 gramm tuz bo'ladi. Bizda mana shu yerda 16 emas, 4 gramm tuz bo'lsa, qancha to'ygan eritma hosil bo'lar edi deyapti. Buni qisqartirsam 1, buni qisqartirsam 4. 116 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 29 gramm degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob A varianti. Xo'p, 18-birinchi masala. Tuzning 25 gradusdagi eruvchanligi metanolga nisbatan 16 va suvga nisbatan 48 ga teng. Tarkibida teng massada tuz erigan ikki xil to'ygan eritmalar qanday massa nisbatda bo'ladi? Berilgan tartibda aniqlang. Demak, birinchisi metanol, ikkinchisi suv. Eruvchanligi 16 gramm, eruvchanligi 48 gramm. Xo'p, ikkalasi teng massada deyapti. Buni o'zimiz tanlab olamiz qancha massa olishni. Xohlasak 48 olaylik, xohlasak 16, xohlasak 96, farqi yo'q. Men o'zimga tanlab olaman. Ikkala eritmada ham tuzning massasi 48 gramm bo'lsin. 48 gramm tuz, 48 gramm tuz. Endi to'ygan eritma qanchadan bo'ladi? Metanolda 100 grammida 16 gramm tuz erisa, to'ygan eritma bo'ladi. Demak, 48 gramm uchun qancha metanol kerak? Hop, 48 300 ga ko'paytirib 16 ga bo'lsak, hop, 300 gramm chiqar ekan. Demak, to'ygan eritma qancha bo'ladi? Metanol va tuzni qo'shsam, jami to'ygan eritmamiz 348 gramm bo'lar ekan. Demak, mana bu yerda emshtirib 348 gramm. Suvda o'zi eruvchanligi 48, ya'ni 100 gramm suv 48 gramm eritadi. Demak, eritmada ham 48 gramm tuz bo'lsa, 100 gramm suv bo'lgan, jami 148 gramm to'ygan eritma bo'lgan. Nisbat endi 348 ga 148. Ikkala sonni ham 4 ga bo'ladigan bo'lsam, bu yerda ikkalasini 4 ga bo'ladigan bo'lsam, 87 ga 37 degan nisbat bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob D varianti. 19-birinchi masala. 11,5 gramm natriy qanday massadagi suvda eritilganda to'ygan eritma hosil bo'ladi? Natriy gidroksidining eruvchanligi 80 gramm. Yozib qo'yamiz. Natriy gidroksid eruvchanligi 80 gramm. Ya'ni 100 grammda 80 gramm natriy gidroksid eriydi. Xo'p, endi natriyni suvda eritsak. Natriy gidroksid chiqadi. Bo'ldi. Pil sodiridan chiqar ekan. 1 ga 2, 2, 2. Xo'p, mana bu yerda 46 gramm natriy reaksiyaga kirishsa, 36 gramm suv reaksiyaga kirishadi va 80 gramm natriy gidroksid chiqadi. Tepada 11,5 gramm reaksiyaga kirishsa, bu yerda 9 gramm suv reaksiyaga kirishadi va mana bu esa 20 gramm chiqadi. Demak, chiqqan natriy gidroksidni to'ygan eritmaga aylantirish uchun qancha suv ketadi? Xo'p, eruvchanlikka ko'ra 80 gramm natriy gidroksidga 100 gramm suv ketsa, 20 grammiga qancha suv? 20 ni 100 ga ko'paytirib 80 ga bo'lsak, hop, 25 gramm suv ketar ekan. Endi bu yerda natriy gidroksidni eritish uchun 25 gramm suv ishlatilar ekan. Demak, A javobni olib qo'ymaymiz. Mana bu yerda natriy bilan reaksiyaga kirishgan suv ham bor.
Jami qancha suv ketayotgani bizdan so'ralyapti. Bu yerda 9 gram suv reaksiya kirishgan. Natriy gidroksid 25 gram to'yintirgan, ya'ni to'yingan eritma hosil qilgan. Jami suvimiz esa 9 plus 25 teng 34 gram suv ketgan. Demak, to'g'ri javob B variant. 21 masala. 34 gram suv qanday massadagi natriy eritilganda to'yingan eritma hosil bo'ladi? 19 masalan teskarisi ekan. Demak, jami eruvchanlik 80 gram natriy gidroksid uchun jami sarflangan suv esa 34 gram ekan. Demak, hop yozamiz. Natriyni suvda eritamiz. Natriy gidroksid chiqadi. Reaksiya tenglashtirsak 2, 2, 2. Hop. Mana buni hop, agar bu yerda 46 gram natriy reaksiya kirishsa, 36 gram suv reaksiya kirishar ekan, 80 gram natriy gidroksid chiqar ekan. Tepada natriyni men massasini noma'lum bo'lgani uchun 46x gram tanlab olaman. Bu yerda 36x gram suv reaksiya kirishgan bo'ladi. Bu yerda 80x gram natriy gidroksid chiqqan bo'ladi. Demak, endi jami natriy gidroksid eruvchanligi 80 gram. Demak, 80 gram uchun 100 gram suv ketadigan bo'lsa, 80x uchun qancha suv ketadi? 100x suv ketar ekan proporsiyon hisoblasak. Demak, jami ketgan suv qancha? Reaksiyada 36x, eritish uchun 100x. Jami 136x gram. Mana shu bizda 34 gramga teng degan suvni massasini. Demak, 136x teng 34. X'imiz teng 34 taqsim 136 bo'lar ekan. Hop, bunda x'imiz teng 0,25 chiqar ekan. Demak, dastlabki natriyning massasi 46x edi. Uni massasi qancha ketgan? 46 ni ko'paytirsam 0,25 ga, hop, 11,5 gram sarflangan bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob A variant. Hop, 21 masala. 9 gram litiy oksidi qanday massadagi suvda eritilganda to'yingan eritma hosil bo'ladi? Hop, litiy gidroksidning eruvchanligi 96 gram ekan. Demak, litiy oksid plus suv 2 mol litiy gidroksid chiqadi. Hop, litiy oksidni 14 ga 16 30 gram eriganda bu yerda 18 gram suv reaksiya kirishadi. Bu yerda hop 24 48 gram litiy gidroksid hosil bo'ladi. Bizga esa litiy oksidning massasini 9 gram bergan. 9 bo'lsa, hop, bu 5,4 gram suv reaksiya kirishgan. Bu esa hop 4 4 1 14,4 gram litiy gidroksid chiqqan. Litiy gidroksid 96 gramni eritish uchun 100 gram suv ketsa, 14,4 gramidan to'yingan eritma hosil qilish uchun qancha suv ketadi? Hop, buni hisoblasak 15 gram suv ketar ekan. Endi jami suv reaksiya kirishgan 5,4. Hop, litiy gidroksidni to'yintirish uchun 15. Jami 5,4 plus 15 teng 20,4 gram suv sarflanar ekan. Demak, to'g'ri javob B variant. Hop, 22 masala. 20,9 gram suvda qanday massadagi litiy oksid eritilganda to'yingan eritma hosil bo'ladi? Litiy gidroksidning eruvchanligi 12 gram ekan. Litiy gidroksidning eruvchanligi. Hop, litiy oksid plus suv chiqadi 2 mol litiy gidroksid. Buni 30 reaksiya kirishsa, buni 18 kirishadi, buni 48 gram chiqadi.
Agar buni massasi, litiy oksid massasi noma'lum, shu sababli buni 30x gram deb tanlab olsam, 18x gram suv reaksiyaga kirishgan, 48x gram litiy gidroksid chiqqan. Litiy gidroksidda 12 gram uchun 100 gram suv ketsa, 48x gram uchun qancha suv ketadi? 48 100 ko'paytirib 12 bo'lsak, 300x gram suv ketar ekan. Demak, jami qancha suv sarflanadi shunda? 300 ga qo'shaman, 300x ga qo'shsam 18x ni, yo'q 300 emas, 400 chiqar ekan mana bu yerda. 400x bo'lar ekan. 400 ga 18x ni qo'shsam 418x gram bo'lar ekan. Bizga shu massani, shu sarflangan suvni 20,9 gram bergan. X ning necha bo'ladi? 20,9 ni 418 ga bo'lsam 0,05 mol, yo'q, x imiz 0,05 ga teng bo'lar ekan. Demak, dastlab erigan litiy oksid massasini hisoblaymiz. 30 o'rniga 30x dagi x o'rniga 0,05 ni qo'yamiz. 30 ko'paygan 0,05 teng. Buni ko'paytirsak 1,5 gram degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob A varianti. Xo'p, 22-chi masala. 80 gram 25% natriy gidroksid suvli eritmasiga 0,35 mol karbonat angidrid yuttirilganda ajraladigan cho'kma massasini hisoblang. Demak, dastlabki eritma M' 80 gram. Foiz konsentratsiyasi 25%. Demak, erigan tuz massasi qancha? 80 da 25% bu 20 gram bo'ladi. Erigan tuz deb natriy gidroksid. Natriy gidroksid moli qancha bo'lgan? 20 taqsim 40 teng 0,5 mol bo'lgan. Endi shunga 0,35 mol karbonat angidrid qo'shilsa, natriy gidroksid plus karbonat angidrid chiqadi, natriy karbonat plus suv. Agar bu 2 mol bo'lsa, reaksiyani karbonat angidrid mol kublik qiladi. Mana buni ikkisiga buni 1 ketsa, mana bu 1 qoladi. Hosil bo'ladi. Agar bu 0,5 mol sarflansa, mana bu 0,5 ni 2 ga bo'lsam 0,25 mol sarflanadi. Bu esa 0,25 mol chiqadi. Hop, endi bizga 0,35 mol karbonat angidrid beradi, 0,25 sarflandi. Demak, qanchasi ortib qolyapti? 0,35 dan ayirsam 0,25 ni 0,1 mol ortdi. Ortgan karbonat angidrid yana natriy karbonat bilan reaksiyaga kirishadi. Mana bu yerda chiqqan suvni ham hisoblab ketaylik. 1 gram suv, 1 mol suv chiqdi va 0,25 mol suv chiqdi. Hop, natriy karbonatga karbonat angidrid plus suv reaksiyaga kirishadi va natriy gidrokarbonatdan 2 mol chiqaradi. Endi mana bu 0,1 reaksiyaga kirishgan bo'lsa, mana bu suvda ham 0,1 kirishadi. Mana bu yerda ham natriy karbonati 0,2 mol chiqadi. Hop, natriy gidrokarbonatni eruvchanligi 10 gram ekan 100 gram suvda. Bizlarda endi eritmada qancha suv bor? Dastlab eritmada 80 gram M' edi, 20 gram natriy gidroksid edi. Suv qancha bo'lgan eritmada? 80 dan 20 ayirsam 60 gram suv edi. Keyin reaksiya bo'yicha mana bu yerda 0,25 mol suv chiqdi. Uni mana bu yerda 0,1 reaksiya kirishib ketdi. Qancha suv eritmada qoldi? 0,25 dan 0,1 yana sarflanib ketsa, 0,15 reaksiyadan hosil bo'lgan suv u dastlabki suvga qo'shiladi. 0,15 dan 18 ga ko'paytiramiz. Hop, 0,15 dan 18 ga ko'paytirsak 2,7 gram suv bo'lar ekan. Demak, dastlabki 60 gram suvga yana 2,7 gram qo'shilsa, jami 62,7 gram suv bo'ladi eritmada. 100 gram suvimiz 10 gram natriy gidrokarbonatni eritsa, 62,7 gramimiz qanchasini eritadi? 6,27 gramni eritadi. Qolgani cho'kma uchadi.
Hop, endi natriy gidrokarbonatimiz qancha gramm chiqdi o'zi? 0,2 mol. 84 ni ko'paytirsam 0,2 ga, hop, 16,8 gramm chiqibdi. Bizdagi suv esa 16,27 grammni eritishga yetadi. Demak, qancha suv cho'kmaga tushgan? Qancha suv debman. Qancha tuz cho'kmaga tushganini topamiz. 16,8 grammidan 6,27 gramm erigan bo'lsa, demak 16,8 dan erigan tuz massasini aytib taylasak, hop, 10,53 gramm tuz cho'kmaga tushgan bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob bu variant. Hop, shu joyda aytaman. Mana shu misolda xato qilmaslik uchun e'tibor beriladigan joyi mana bu natriy gidroksid karbonat angi chiqqanda hosil bo'ladigan suv ham tuzni eritishga ishtirok etadi. Shu esdan chiqmaslik kerak. Buni ham to'liq molni olmas ekanmiz. Mana bu yerda shu tuzni qanchadir qismi ham reaksiyaga kirishib ketar ekan ikkinchi reaksiyada. Hop, 24-birinchi masala. 40 gradusda L ning eruvchanligi 80, T ning eruvchanligi esa 60 gramm. 300 gramm suvda 16 gramm L va 50 gramm T dan olib eritma tayyorlandi. Hop, temperaturani o'zgartirmasdan suvni bug'latganimizda L cho'ka boshlaganida idishda necha gramm qattiq T bor edi deyapti. Demak, mana idish o'zi eruvchanligi 100 gramm suvga nisbatan eruvchanlik L da 80 gramm ekan, T da 60 gramm ekan. E'tibor bersak, eruvchanlik L da ko'proq 80 gramm. Demak, L T ga nisbatan yaxshiroq eriydi. Lekin bizga aytayapti, eritmada 16 gramm L va 50 gramm T eritildi. Demak, shuni bilishimiz kerak. Birinchi o'rinda cho'kmaga T cho'ka boshlaydi. Chunki uni eruvchanligi kam. L T'dan qanchadir cho'kma cho'kib bo'lgandan so'nggina cho'kmaga tusha boshlaydi. Hop. Endi 100 gramm suvda 80 gramm L erisa, hop, 60 gramm T erir ekan. Ya'ni 80 gramm L ga 60 gramm T to'g'ri kelar ekan. Endi savol, 16 gramm L ga qancha T to'g'ri keladi? Hisoblaymiz. Hop, 16 ni 60 ga ko'paytirib 80 ga bo'lsak. Hop, 12 gramm to'g'ri keladi adashmasam. Hop, demak, mana bu 300 gramm suvda bug'latganimizda mana bu L cho'kmaga tusha boshlaguncha L 16 gramm cho'kmaga tusha boshlaguncha T'dan 12 gramm qolgan bo'lishi kerak. T'miz 50 gramm edi, u 12 gramm qolishi kerak. U 12 grammdan keyin yana cho'kmaga tusha boshlagandan so'ng 11 10 bo'lib cho'kmaga tusha boshlagandagina L dan cho'kmaga tusha boshlaydi. 15 14 bo'lib. To 50 dan 12 gacha T kamayguncha L dan 1 gramm ham cho'kma tushmaydi. Chunki uning eruvchanligi yaxshiroq. Demak, L moddam cho'kmaga tusha boshlaguncha o'zi T qanchaga cho'kmaga tushib qattiq moddaga aylanib bo'lgan. 50 dan ayirsam 12 ni 38 grammi o'zi qattiq T ga aylangan ekan. Ya'ni qattiq T degani bu cho'kmaga tushib bo'ldi degani. Demak, to'g'ri javob D variant. Kimdir tushunmagan bo'lsa, hop, kanalimizga yoki shaxsiy akkauntimizga yozishi mumkin. Yana ham tushuntirishga harakat qilaman. Hop, 25-birinchi masala. Natriy gidroksid eritmasining eruvchanlik koeffitsiyenti va foiz konsentratsiyalari nisbati 6 ga 5 bo'lsa, eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang. Demak, eruvchanlik koeffitsiyentini 6x olsam, foiz konsentratsiyani esa shunga 6 ga 5 bo'lgani uchun 5x olsam. Endi x ni topa olaman. Eruvchanlik koeffitsiyentini foiz konsentratsiyaga bog'liq formulasida qo'yaman. 6x taqsim 6x plus 100 ko'paygan 100 teng 5x bo'lishi kerak. Hop, bu 600x taqsim 6x plus 100 teng
5x taqsim 1 deb yozsam bo'ladi. Taqsim tepasidagilarda bir xil son x'lar qisqaradi. Hop, 5 ga 600 ham qisqaradi. Bu 1 qolsa 600 ni 5 ga bo'lsam 120 qoladi. Endi davom etamiz. 120 ni 1 ga ko'paytsam 120 teng 6x plus 100. 100 bu yoqqa minus bo'lib o'tsa, hop 20 teng 6x. X teng 20 taqsim 6. Demak, x o'rniga qo'yaman. Eruvchanlik necha bo'ladi? 6 ni ko'paytirsam 20 taqsim 6 ga. Bular qisqarsa 20 gram eruvchanlik ekan. Hop, bizga shu yetadi. Foiz konsentratsiya kerak emas. Endi natriy gidroksid. Molyar konsentratsiyani ikki xil topsak bo'lar ekan. Foiz konsentratsiyani ham ishlatsam bo'lar ekan. Bo'yiga S foiz ko'paygan rho ko'paygan 10 teng S molyar ko'paygan molyar massadan foydalansam bo'lar ekan. 5 ko'paygan 5x ni foiz topsam 5 ko'paygan 20 taqsim 6 ko'paygan 5 desam 100 taqsim 6 bo'lib qolar ekan foiz konsentratsiya. Formula qo'yaman. 100 taqsim 6 ko'paygan zichlik 1,08 ko'paygan 10 teng molyar konsentratsiya noma'lum, molyar massa natriy gidroksid bo'lsa 40. Demak 40 dan bu yerda bitta 0 ketadi, mana bu yerda 10 ketadi. Hop, 100 ni 4 ga bo'lsam bu 1 qoladi, mana bu 25. S molyar teng 25 ko'paygan 1,08 taqsim 6 ekan. Hisoblasak javob chiqadi. Hop, buni hisoblasak 4,5 degan javob chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C varianti. Hop, 26 birinchi masala. Natriy gidroksid to'yingan eritmasining zichligi shuncha, titri 0,4 gram taqsim millilitr bo'lsa, ishqolning shu haroratdagi molyal konsentratsiyasi va eruvchanlik koeffitsiyentini hisoblang. Demak, foiz konsentratsiyadan eritma foiz konsentratsiyasini topib olsak dastlab. S foiz ko'paygan rho ko'paygan 10 teng titr ko'paygan 1000 degan formula bor edi. Shu formula qo'ysak, S foiz ko'paygan 1 ko'paygan 10 teng 0,4 ko'paygan 1000. 1000 da 0 va bu yerda 10 qisqaradi. Hop, demak S foiz teng 0,4 100 ga ko'paysam 40, 40 ni 1 ga bo'lsam 40% ekan. Demak, eritma 40%. Xo'p, agar men eritmani M' ni 100 gram deb tanlab oladigan bo'lsam, uni 40% natriy gidroksid bo'lar ekan. Uni 40% 40 gram, demak natriy gidroksid. Ya'ni natriy gidroksid moli ham 40 ni 40 ga bo'lsam 1 mol. Suv esa, hop, suv massasi 100 dan 40 ayrsam 60 gram suv yoki 0,06 kilogram suv. Endi bizlar bu yerdan eruvchanlik molyal konsentratsiya va eruvchanlikni aniqlash kerak. Birinchi molyal konsentratsiyani aniqlaymiz. Hop, bu yerda molyal konsentratsiya molyal teng erigan modda miqdorini 1 deb bo'laman. Hop, erituvchi massasi 0,06 kilogramga teng bo'ladi. Hop, bu yerdan molyal konsentratsiya 16,67 chiqar ekan. Endi hop, eruvchanlikni hisoblaymiz. 60 gram suvda 40 gram erisa 100 gram suvda qancha eriydi? Mana bu 40. Hop, 40 ni 6 ga bo'lamiz. Hop, bu yerda 6,667 degan son chiqargan eruvchanlik. Ikkilasini nisbat qo'ysak, hop, 16,67 ga 6,667. Hop, ikkilasini ham 6,667 ga bo'lsak, 2,5 ga 1 nisbat bo'lib qolyapti. Yo'q, mana bu yerda sal matematikasi xato ketibman.
0,06. Hop, buni sal boshqacharoq hisoblaylik. Kasrlarni yo'qotib, calculators. Hop, 13 bilan 100 qisqarsa 6 bilan 10 qoldi. Hop, mana buni 40 bilan 6 ni qisqartirsam 3 bilan 20 qoladi. Buni 200 taqsim 3 bo'lib qoladi. Mana buni ham boshqacharoq hisoblaymiz. 1 taqsim 60 taqsim 1000 bo'ladi. Buni bo'lish ko'paytiruvga aylansa 1 ko'paygan 1000 taqsim 60. Nollar ketadi. Bu 50 taqsim 3 degan javob chiqar ekan. Endi ikkalasini nisbatga qo'yamiz. Birinchi moliyal konsentratsiya, keyin eruvchanlik. 50 taqsim 3 ni bo'laman 200 taqsim 3 ga. Bu 50 taqsim 3 ko'paygan 3 taqsim 200 bo'ladi. Teng 3lar qisqarsa 50 taqsim 200 bo'ladi. Hop, 50 ni 50 ga bo'lsam 1, 250 ga bo'lsam 4. Shundan nisbat 1 ga 4 nisbat chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob D variant. Hop, 22-chi masala. Natriy gidroksid eritmasining zichligi va titr konsentratsiyalari nisbati 4 ga 1 bo'lsa, shohrodatdagi natriy gidroksid eritmasining eruvchanligini aniqlang. Demak, zichligi 4x, titri x bo'lsa, foiz konsentratsiyasini topamiz. S foiz teng, yo'q, S foiz ko'paygan rho ko'paygan 10 teng, titr ko'paygan 1000. S foiz teng 4x, yo'q, S foiz ko'paygan 4x ko'paygan 10 teng, titr emas, titr o'rniga x ko'paygan 1000. Hop, 1000 bilan 10 qisqarsa bu yerda x'lar ham qisqarib ketadi. Demak, S foiz teng 100 ni 4 ga bo'lsam 25% chiqar ekan. Agar eritmani men M' 100 gram tanlab olsam, u 25% bo'lar ekan. Demak, tuzning massasi 25 gram bo'ladi. Suvning massasi esa 75 gram. Demak, 75 gram suvda 25 gram tuz erisa, eruvchanlik topish uchun 100 gram suv uchun qancha? 33,333 gram chiqar ekan. Demak, to'g'ri javob C variant. 28-birinchi masala. Oksalat kislota eritmasining moliyal va foiz konsentratsiyalari nisbati 1 ga 8,1 bo'lsa, ushbu haroratdagi oksalat kislotaning eruvchanligini aniqlang. Demak, oksalat kislota HOOS SOOH molyar massasi 90. Eritmada buni 1 mol deb, yo'q, 1 mol emas. Eritmada buni x mol deb olsak, x mol deb olsam, uni massasi, erigan massasi 90x gram bo'ladi. Suvning massasini esa 100 gram deb olaveraman. 100 gram yoki 0,1 kilogram. Shunda foiz va molyar konsentratsiya nisbati 1 ga 8,1 bo'lishi kerak. Molyar konsentratsiyani topish uchun x molni bo'lsam 0,1 kilogramga teng 1 bo'lishi kerak ekan. X ham teng, yo'q, 1 emas. Molyar konsentratsiyani y olsam, foiz konsentratsiya ham shunda 8,1 y bo'ladi. 1 yoki 8,1 da aniq ola olmaymiz. Shunda molyar konsentratsiya ham y bo'lsa, x ham teng 0,1 y bo'lar ekan. Endi konsentratsiya, foiz konsentratsiya bo'lsa, tenglamay qo'yamiz. 90x taqsim 90x plus 100 ko'paygan 100 teng 8,1 y. Mana bu x teng 0,1 y ni olishim mumkin 10x teng y deb ham. Shunda y o'rniga 10x qo'ysam, mana bu yerdagi 8,1 o'rniga 8,1 10 ga ko'paytirib 81x qo'ysam bo'ladi. Shunda bu yerdagi x va tepadagi x qisqaradi. Hop, mana bu yerdagi bitta 0 va pastda ham bittadan 0 qisqartirsam bo'ladi. Shunda 900 teng bo'ladi. 81 ni 9 ga ko'paytirsam 729 x
plus 810. 810'ni 9'dan ayırsam 90 teng 729x. X teng bo'ladi. Xo'p. 90 taqsim 729 ga. Bu oqsil kislota moli. Uni massasini hisoblash uchun agar shuni 90 ga ko'paytirsam birdaniga 100 gram suv olganim uchun eruvchanlik kelib chiqaradi. Chunki eritmada 100 gram suv bor deb olgandim. Hisoblaymiz. 90 ni 729 ga qisqartiraman. Bu yerga 1 qoladi. Bu yerga 8,1 qoladi. Endi 90 ni 8,1 ga bo'lsam, 11,111, ya'ni davriyda 1 ketadi. Demak, shuncha gram erir ekan. To'g'ri javob C varianti.